Bugun sizlarni juda ham jiddiy noturarga olib kelganman, hurmatli kuzatuvchilar. Navoiy shahridan Eskishahar ketishda yangi yo'lni bilasizlar, xuddi shuni yo'lni yoqasidagi Uglovoyda joylashgan 603 sotixdan iborat Al-Nur savdo majmuasi sotuvga qo'yilmoqda. Bir paytlar kafe bo'lib faoliyat yuritgan, hozirda 2-3 yildan buyon faoliyat yuritayotgani yo'q. Sizlarga birinchi bo'lib tashqi taraflarini ko'rsatib o'taman. Mana shu joylari trotuardan bu taraflari to'liq noturarimizga kirib ketadi. Demak, 603 sotix maydonni egallagan. Bu yoqda ustaxona bo'lib faoliyat yuritmoqda pastki qismlari. Xo'p, pastki qavat birinchi qavatimizda 5 ta xona hamda yuqori qavatda 4 ta xonadan iborat. Jami 9 ta xona. Endi xohlaganda bu yoqni asvijit qilib, remontini qilib, xohlasangiz mehmonxona qilsangiz bo'ladi, xohlasangiz bog'cha, yana qanaqadir faoliyatni bemalol amalga oshirishingiz mumkin. Rejangizga asosan, demak, bu tarafda kirish qismlari xohlasangiz bu yoqdan ham zina qilib, ikkinchi qavatga ko'tarilish joy qilishingiz mumkin. Hamda burchak taraflarini ko'rishimiz mumkin. Anchagina katta bo'lgan podval qismlari mana shu yerda mavjud. Bu taraflar burchatka bo'lgan va bu yoqdan asosiy aholi o'tib qaytish joyi hisoblanadi. Endi ichkari taraflarini ko'rib o'tamiz, marhamat. Demak, sizlarga binoning ichki taraflarini ko'rsatib o'tamiz, marhamat. Asosiy eshikdan kirib keladigan bo'lsak, katta konditsionerlar mavjud. Bu yoqdagi ancha-muncha jihoz qoldiriladi, ko'rishimiz mumkin. Mana bu kattagina hol, bu tarafga o'tadigan bo'lsak, oshxonalari mavjud. Kafe bo'lib oldinlari faoliyat yuritgan, hamda keling ko'rsatib o'tamiz. Bu yoqda yana bitta o'tish joyi, koridor. Bu koridor orqali biz yana bitta xonaga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Mana shunaqa katta kenglikda kafel bo'lgan holatda bitta asvijit qilib, ushbu joyda bemalol faoliyatini yo'lga qo'ysangiz bo'ladi. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, keling. Ichimiz yana bitta xonamizni ko'rishimiz mumkin. Endi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Zinaga chiqqandan xonalarimiz bo'linib ketgan har yoqqa. Demak, bu tarafga o'tadigan bo'lsak, bitta xonamiz, yuvinish xonasi mana bu yerda joylashgan. Xo'p, keling. Mana bu bolalar mebellari egalar tomonidan olib ketiladi. Qolgan barcha binoda ko'rgan konditsionerlari, jihozlari, jalyuzilar hammasi qoldiriladi. Bitta asvijit qilish kerak bo'ladi zamonaviy stilda. Eshiklari ham lekin yaxshi holatda. Marhamat, bu ikkinchi xonasi. Ko'rib o'tamiz. Xo'sh, ko'rishimiz mumkin. Bu tarafda yana ikkita xona mavjud. Keling, mana bu katta xonani ko'rsatib o'tamiz. Jalyuzilar qo'yilgan. Bu asosiy katta yo'lga qarab turgan qismi. Demak, ushbu xonamiz ham anchagina keng hisoblanadi. Bitta restavratsiya qilish kerak bo'ladi. Ushbu binomiz to'liq pishgan ishdan qurilgan hamda o'rtada beton plitalar bilan yopib qo'yilgan. Birinchi qavatdan ikkinchi qavat beton plita bilan yopilgan. Bino to'liq pishgan g'ishtdan qurilgan hamda 4-xonani ko'rishimiz mumkin. Ikkinchi qavatdagi bu yoqdagi ham bolalar mebellari egalar tomonidan olib ketiladi. Demak, 2 qavatdan iborat 603 sotix maydonni egallagan ushbu katta binomiz Uglovoyda joylashgan. Yangi yo'lda nima faoliyatni amalga oshirsangiz ham, agar jon berib harakat qilsangiz, ushbu joyda menimcha yaxshigina biznes egasi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ushbu 603 sotixlik noturarimiz Al-Nur savdo majmuasi pastdagi raqamlar orqali qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. 2 milliard 690 million so'm bilan sotuvga chiqaramiz. Bitikda kvartira bo'ladigan bo'lsa, ozroq pul yetmay qoladigan joy bo'ladigan bo'lsa, barter varianti ham ko'rib chiqiladi. Pastdagi raqamlar orqali to'liq ma'lumotlarni olishlaringiz mumkin. Navoiy Uy Baraka kanaliga obuna bo'lsangiz, Navoiy shahridagi yirik noturarlarni ham e'lonlarini doimo ko'rib borasiz.